Hammaga assalomu alaykum. Bugun Abdulaziz bilan 3-trenirovkamizni boshlayapmiz. Ya'ni bugun split programmasi bo'yicha ishlaymiz. Grut bilan qo'l orqasiga ishlaymiz. Grutga 3 ta mashq, qo'l orqasiga 2 ta mashq ishlaymiz. Hozir birinchi bo'lib kardio 5 minut yura olamiz, keyin sustavni razminkalarni boshlaymiz. Har doim 4 tezlikka qo'yib olasiz, Abdulaziz. 5 minut yurgandan so'ng sustavni razminkani boshlaymiz. Qalay bugun Nasrullo? Kecha nima yegansiz kecha? Kecha tuxum. Hozir hali ovqatlanishni yozib berganimiz yo'q, hali boshlangani yo'q, to'g'rimi? O'zingizga hozircha hali o'zingiz ovqatlanish bo'yicha nima qilyapmiz? Keyin hozir endi bugungi haftani boshladik. Endi ovqatlanishingizni yozib beramiz. Sizni vazningiz, bo'yingizga qarab turib yozib beramiz. Keyin o'shanga qarab trenirovkalarni bosamiz. Xolos. Hozir birinchi mashqimiz grutga bo'ladi, jimda qilamiz. Hozir sizga ko'rsatib beraman, kelib turing. Qarang. O'tamiz. O'tgandan so'ng ko'zingiz grift to'g'risiga ro'para kelish kerak, to'g'risiga tushish kerak ko'zingiz. Chiziqdan bitta yoniga ochamiz. Qo'lingizni bu yerda suyaga bo'ladi, o'shanga moslab turib, bitta qo'yib turib olasiz. Bunaqasiga ushamaysiz. Chunki kis travma oladi. Shuni qo'yasiz. Olgandan keyin qana ketdi. Sekin tushirasiz chiqana bilan o'rtasiga itarasiz. Nafas oldingiz. Itarilayotgan paytda nafas chiqarasiz, jarayon paytida. Xuddi shunday qilib ishlaysiz. Bunaqasiga usholmaysiz. Kis travma olib keladi ishlayotganingizda. Ne qilib oqa-baqa qilmaysiz. Joyizdan qanday tushirgan bo'lsangiz, shunday chiqarasiz. Bo'ldi. Buni 3 podxod 15 tadan bajaramiz. Sekin. O'tamiz. Qo'lingizni suyaga qataysiz, davay. Ushadik. Shoshilmang. Ket. 1. Mana shunday. 2, zo'r. 3. Ay. 4. Shoshilmasdan. Nafas esdan chiqmasin qalban. Nafas to'g'ri bo'lsa, yurakka ham nagruska hech qanaqa tushmaydi unaqa. Hop, ikkinchi mashqimiz babishka bo'ladi. Grutlar yoyib olamiz. Ikkinchi mashqni grutni yoyamiz endi hozir. Babishkada ishlasak. Yopishtiramiz kuraklarni. Qo'lni ochamiz yondan. Tekis qilib bunday ishlamaysiz. Bunday qilib olib kelmaysiz, bunday qilib. Mana shunday chiqanalarni to'g'rilab olamiz, tepaga qarab buga. Ichga ko'krak ko'taramiz, bo'ldi. Oyoqni yopishtiramiz, ketdi. Olib kelamiz o'rtaga. Yayapmiz, olib kelib yig'amiz. Ochyapmiz, olib kelib yig'amiz. Shunday. Xuddi shunday. 3 podxod 15 tadan ishlaymiz. Birinchi. To'xtab turing, biz to'g'rilab olamiz. Davay. Shuni suyanamiz, bo'ldi. Chiqana to'g'laymiz. Davay. Olib kelamiz, sana bir-biriga shuni yig'amiz bu ikkita. Zo'r. Bo'yinni qatirolmang. Qo'lni o'zi bilan kelsin, bo'ldi. Yaxshi. Yelkala joyida qo'lni o'zi bilan olib kelasiz. Mana shunday. Zo'r. 3 podxod 15 tadan buni. Endi ketdi 3-chisiga o'tamiz. Hammerda ishlaymiz, grutga 3-chisi. Hammer trenajyorda. Xuddi kelamiz. To'g'rilab olamiz buni. Endi grutlarni yoyib oldik, endi hozir grutni yig'amiz. Har doim shu grutni yoygandan keyin yig'ishni ham o'rganish kerak-da. Chiqana tepada emas, pastda emas, o'rtaga to'g'rilaysiz, grutni sal ko'tarasiz, bo'ldi, ketdi. Qo'lingizni suyakka moslab turib, sekin tushirib turib, olib chiqasiz. Tushirdingiz, olib chiqasiz. Nafas to'g'ri bo'lishi kerak. Oldingiz, ko'tarilayotgan jarayonda, italayotgan jarayoningizda nafas chiqarasiz. Mana shunday. Buni ham 3 podxod 12 tadan ishlaymiz faqat. Biz to'g'rilab olamiz, solib turing. To'xtang, qo'yib turing. Qo'yib turing.
Давай. O'tirdingiz? Ha, shunday. Давай. Ha, zo'r. Ha, shunday. Sizdan chiqmasin doim. Shunday. O'n ikkita qilsangiz yetadi. Qo'l orqasiga ishlaymiz. Endi qarang. Ostida kun tartibingiz qanaqa ketyapti? Tartibini hozir to'g'rilashga harakat qilyapman. Ya'ni 10 da yotib, o'zingizni o'sha oddiy ovqatlaringiz bo'yicha ovqatlanyapsiz, to'g'rimi? oddiy ovqatlanish bo'yicha ketyapti. Uxlashni ham to'g'rilashga harakat Harakatlar qilyapman. qanaqa bo'lyapti hozir? Harakatlar shu oddiy ertalab kelinadi. Aslan uyda harakat kam lekin. Hozir ko'chada unaqa ko'p yurganingiz yo'q? Yo'q. Ha. Past qayerga borsangiz ham mashinada yurasiz hozir, ha? Taksida yoki mashinada. Qarang, shunaqani iloji bo'lsa, endi harakatni ko'paytirish kerak-da. Hozir ovqatlanishingizni hali to'g'laganmiz, endi sekin-sekin joyiga tushiramiz. Shuning uchun iloji bo'lsa, qadamni ko'paytiring. Bir kunlik qadamingizni, ya'ni zaldan tashqari ham ko'chada kamida 10 ming qadam yurishingiz kerak-da. O'shandagina siz tezroq vazn tashlaysiz, xolos. Qadam qancha harakatingiz ko'p bo'lsa, vazn tashlaysiz ham tezroq bo'ladi-da. Zaldan tashqari ham ko'chada ko'proq yurib harakat qilib turishingiz kerak. Ya'ni ko'proq ko'chaga chiqib sayr qilishingiz kerak. Oddiy qilib aytganda. Hozir qo'l orqasiga boshlaymiz. Birinchi arqonda ishlaymiz qo'l orqasiga. Mana ko'tarsak. Ko'tarasiz, qo'yib turib. Arqonni olib kelingda. Qo'l orqasiga ham birinchi arqondan boshlaymiz. Mana turdingiz. Chiqarib ichkari shuni fiksatsiya qilasiz, yopishtirasiz. Ketdi. Ko'kragigacha olib chiqiladi, yopishtiriladi bir-biriga. Ipasni ochasiz. Yonga. Qayraysiz qo'lni. Yana ko'tarib yopyapsiz, ipasni ochyapsiz. Chiqana joyida shuni fiksatsiya qilasiz, fokusni qo'lga qaratasiz. Ketdi. Shunday. Doim nafas esdan chiqmasin. Farqi yo'q. Qo'lga ham qattiq ishlash ham nafas doim to'g'ri bo'lishi kerak. Shunday. Joyida qatiydi, chiqana bo'ldi. Shuni ishlaysiz. 3 podxod 15 tadan ishlaymiz buni. Ketdi. Ha, tekis ochamiz pastda. Ha, shunday. Pastga ochamiz, to'g'ri. Zo'r, tekisroq oling. Chiqadi, ha. Zo'r. Sal oldinga yuringda. Ha, davay. Shoshilmasdan. 3 pat 15 tadan. 15 ta qilamiz. Shoshilmang. Ha? Ha, zo'r. To'g'ri. Shoshilmasdan qo'lni silkitmang. Yaxshi. Bo'la. Hozir. Qo'l ikkita bo'ldi. Hozir sizga общий bugun 5 ta mashq bajaryapmiz. Chunki sizni hozir sirab nagozga berib qo'yamiz. Ya'ni 5, 6 ta, 7 ta mashq bilan 5 ta mashq o'zi yetadi. Grutka ya'ni 3 ta, 2 ta qo'l orqasiga. Chunki sizni hali muskullaringiz, bo'g'imlaringiz, sustavlaringiz hali tayyor emas. Shuning uchun faqat hozir boshlanishiga oz-ozdan boshlab turibmiz. Yana bitta qolyapti. Birinchi sizni hozir tayyorlab olyapmiz. Sekin-sekin o'rganganingizdan keyin qolganlarini qo'shib boramiz. Ya'ni sekin nagozga berishni ham boshlaymiz. Ancha birinchi texnikani o'rganamiz. Hech qachon og'ir vesga shoshilmang. Og'ir vesda siz ko'proq travmaga travmani olib kelasiz o'zingizga. Og'ir ves ishlasangiz ko'proq travmaga o'zingiz olib kelasiz. Shuning uchun birinchi yengil vesda o'zingiz texnikalaringizni yaxshi to'g'rilab olamiz. Keyingina qo'shib boramiz. O'zingiz holatingizga qarab turib. Zo'r. 2 3 4 Shunday, davay. 5 6 7 Shoshilmasdan 8 9 10 bir zo'r. Bo'la. Yaxshi. Hozir
4-chi mashqimiz tugadi. Qo'l oqasi tugadi. Arqon. 4-mashq tugadi. Endi Nyuans bor. yo'l ekan. Ko'pincha nima tortayotganda mana o'zimda bildimda shuni. Men ishlayotganda doim Silkini. Masalan, oldingi qilgan nimalar sportsmen ko'pi birinchi karate, boks, kickboks shunga o'xshagan hali udarniy sportlar bilan shug'ullanganda nimani O'rganib qoladi. impulsni oyoqdan olishga o'rganib qolgan. Hamma mush, hamma nima oyoqdan ketadi, birinchi tirsa. Buni mashqlarda ham birinchi oyoq ishlab beradigan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun men barini o'chirib ishlashni o'rganish kerak. 4-chi mashqimiz tugadi. Endi hozir 5-chi mashqqa o'tamiz. Ya'ni qo'l oqasiga nolni arqon ishladi, endi tekisda o'tasiz. Qarang. Buni turasiz. Oldingiz. Xuddi shunday yana chiqana joyi kiryapti orqaga. Yana bitta fiksatsiya qilasiz. Shuni yopishtirdingiz. Pastga bosamiz buni endi. Mana shunday ustiga chiqib turib, bosasiz qo'lingiz bilan ustida. Ko'kragiga ko'tariladi yana, xuddi shu chiqana joyi turadi, bosasiz pastga shuni tekis qilib. Bo'ldi shu. Buni ham ketdi. Yaxshi, hozir boshlanishiga texnikani o'rganib olamiz. Og'ir shart emas hozir. Xuddi undan oldin aytgandaqa og'ir umuman shart emas, chunki bitta muskulni o'zi tiklanmaydi-da, umuman nervni sistema, boshqa organizmning o'zini tiklanish jarayoni ham bor-da. Shuning uchun birinchi texnikani o'rganib olamiz, keyin og'ir vesga o'tamiz. Hech qachon og'ir vesga shoshilmanglar umuman. Og'ir ves faqatgina u 2-3 ta повторение bilan og'ir ves ishlaganda bir tiyinlik foydasi yo'q. Undan yengilroq turib, to'g'ri texnikada sezib ishlaganlaring ancha foydaliroq bo'ladi. Hozir tugatdingiz bo'ldi. Buni ham tugatdik. Endi hozir 5 mashqni bajarib bo'ldi. Ya'ni grud bilan qo'l oqasiga umumiy ishlab bo'ldik. Endi hozir kardioga o'tamiz. 40 minut kardio qilasiz, keyin shu bilan trenovkani tugatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar va biz bilan zo'r rezultatlarga erishinglar.